Chingizxon bosqini bo'lmaganda nimalar bo'lmas edi? Barlos qabilasi Qashqadaryoga ko'chmas, Temurbek tug'ilmas, Temuriylar renessansi vujudga kelmas edi. Alisher Navoiy, Bobur, Ulug'bek kabi mashhur olimlar yetishib chiqmas edi. Oltin O'rda vujudga kelmas, O'zbekxon va o'zbeklar nomi paydo bo'lmas hamda bizga bu nom kirib kelmas edi. Shayboniyxon bilan kelgan ko'chmanchi o'zbeklarning chig'atoylar bilan aralashishi natijasida bugungi o'zbek millati shakllanmas edi. Qo'ng'irot, Mang'it, Ming kabi qabilalar paydo bo'lmasligi natijasida so'nggi 3 xonlik vujudga kelmas va natijada Ichan va Dashan, Qal'a, Xudoyor o'rdasi, Buxoro, Azgi, Mohiy Hasan va Registonlar qurilmas edi. O'zbek tili yoyinki turkiy til fosiy tildan keyingi o'rinda qolaverar edi. Shayboniyxon yurtimizdan Boburni chekintirmas, Bobur Hindistonga bormas, imperiya qurmas, uning avlodi Toj Mahalga g'isht qo'ymas edi.